Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Charchamay uyda ro'zalar dinamik tutyapsizlarmi? Endi hozir biz usta Hotamjon ishlayotgan obyektiga ketdik. Bir qator ishlar va namunalar ko'rsatmoqchi bo'lgani uchun sababli keldik. Endi hozir bu domimizni necha etajida? 12 etaji, 12 etajli domda asosiy podvaldagi shiti, terini shit jarayonini ko'rsatib bermoqchimiz. Bular hozir asosiy kelayotganimizga ko'kimizda asosiy kelayotganidan boshlaydigan bo'lsak, bu 5x5lik shinalarimizda kelyapti. Bunga hali nima kelmagan, hali asosiy bitani etib kelmagan. Bu hozir tayyor. Bitani bersa ishga nimasi tayyor turibdi. Jarayoniga tayyor, ishga tushish jarayoniga. Endi bu yoqda hozir bundan chiqib turib, hop 125 amperlik SLC avtomatlardan foydalanyapmiz. Bular qanday bo'lyapti? Har bitta ikkita xonaga, ikkita kvartiraga bittadan 125 amperlik avtomatlardan foydalanyapmiz. Sababiki bu yerda hozir xonadonlar biz bilishimiz bo'yicha xonadonlarda katorlar boshqa narsalar borligi uchun, shularni kuchliligi uchun, mustahkam bo'lishi uchun sababi shunaqangi avtomatlarni ikkita xonadonga bitta avtomat berilyapti. Bular deydi kelayotgan 435 mm kvadratli simlardan foydalanyapti. Bu asosiy kirishi bu yoqdan chiqib ketyapti. Shu orqali chiqib ketyapti. Kabellarimiz ko'rayotgan bo'lsanglarmi? Shu orqali uje ketyapti xonadonga. Bu yerda hozir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu yerda hozir hisoblasangiz 12 ta bo'lsa 24 ta kvartirani tushib ketayotgan, chiqib ketayotgan asosiy ekanalar hisoblanadi. Endi bu yerda bizda hozir hali aytib o'tganimizdek bu yerda asosiy kirish jarayoni bu yerda 1000 kilovatlik bitta rubinligimiz joylashtirilgan. Ikkita keladi. Sababi bu ham xavfsizlik. Kuchlanishni oldini olish maqsadida ikkining bitta qo'ygandan ko'ra ikkita qo'ysak mustahkamligi oshadi degan niyatda laqab bo'lingan. Xudo xolasa mustahkam bo'lyapti. Sifat darajasi kuchayyapti. Inshaalloh. Bu yerda endi yana boshqa bitta 3 ta dom tushyapti hozir bu yerda. Bu yerda bitta domni narsaladi. Endi bu ichida hozir bu yerda mana kvartira ketyapti. Bu yerda mana shu 435 millimetr kvadratli mo'ljallangan alyumin kallarlardan foydalanilgan. Bitta nolimiz mana nolni shinasi payya nolya chiroyligini akkurat resolib qilingan, lekin o'ta yuqori sifatda bo'lgan. Sifatiga o'zingizlar bir baho berasizlar. O'ta sifatli kuchli nazorat bo'lingan. Biz ko'p ko'rganmiz domlarda bu darajada sizning endi birinchi ko'rishim edi o'zimni ham. Xo'p, bunda endi mana bu yerda ham Dexter kvartira bo'lsa, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 bitta, bu yerda 24 ta kvartira bo'lyapti. Bitta liftga, bitta общий котел bor ekan, suv isitish narsasiniki. Suv isitishga котел bo'lgan ekan, domda o'zingiz suv berishga ashunga qo'yilgan ekan. Bular hammasi 125 amperlikdan bo'lyapti. Bittasi shu liftimizga ikkita lift bo'ladi. Chunki berilayotgan tok avtomat. Bu ham mashitdan boshqariladi. Bular hammasi xudo xolasa 125 amperlik CC kapasitasidan olingan. CC avtomatlardan foydalanyapti. Bizda hozircha shular. Xudo xolasa bizni kuzatib borsanglar yana bu uylarda hali davomlari bor, kvartiralarda bor. Kvartiralarda
montajlarni ko'rsatamiz inshaalloh sizlarga. Ham kvartiralarga yaqin o'rtada montajlarni ko'rsatib beramiz. Bu domimiz, shu ekan domimiz Andijon shahridagi domlardan bittasi.